Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan birgalikda men do'stlar bugungi video rolikimizda 100 ga qilib World Serverda 100 ga kirib top 1 balans bo'yicha top 1 da turamiz. Qanday ketdik. Hop, birinchi balans ko'rib kelamiz. Top balansdan top 1 da turibman. 100%lik. Prosta ko'rib kelishimiz kerak. 92 balans buni. Vibe bo'ldi, o'sha boya bo'lgan. Soat 11:30 da. Hozir men 2 da video olaman. Ve 92.000 birinchi o'rinda turaman. Hop, qanonda ketdim mayinga. Mayin qilib, oxirgi pullarimni olib top 1 ga chiqib olamiz. Shundan top 1 turamiz, uni 100 qilamiz. Hop, almaslarni qo'llaymiz. Izimurudlarni ham. Never yetti kirib qoldi. Okey, riskga chiqib ketdi. Ozgina video zapis otgan ekan. Qanunda Bayer yozamiz. Menda 2 dona bor. 9000 ga va 101.000 do'stlar. Hop do'stlar, video juda ham tez tugab qolmasligi uchun men yana narsa qildim. Ya'ni almasni kirkasab, uni sehrlash va almasni full set qilmoqchi edim. Lekin bu videodan keyin ender chestimga qarasam, ender chestimdan narsalar faytdagi yo'q ketmagan ekan va u yerda juda ham kerakli narsalar bor edi. Uni keyingi videolarda ko'rib olasizlar. Hop, bu yerda qochish bo'ldi ozgina. Keyin esa daraxt chopdim va u yo'q bo'lib qoldi prosta. Keyin ko'rasizlar. Noqotganda, qarochi qaytib kelgandan keyin qarasam, u yo'q bo'lib qoldi. Ayoda ozgina mayin qoldi. Va 15-level bor edi menda. Bayerga bularni ham qo'ydim. 31.000 ga ketdi va menda o'sha 133.000 bor edi. Va bu yerda men full set yasadim. Lekin meni sundugimda ender chestimda bundan yaxshi narsalar bor edi. Afsuski, bekordan almasga ketdim. Normal. Va ko'rganingizdek, ana taxtalar ham yo'q, prosta yo'q qo'y. Va yana ertaga borib kelishga to'g'ri keldi. Setimni kiyib oldim, albatta. Yana to'qib ketgan izmurutni ham oldim. O'zi bitta izmurut to'qib ketgan ekan. Va buni ham Bayerga riskga sotib. Chunki men topda tezroq anchagina oshib ketmoqchi edim hammadan. Va ertaga bordim yana qochish bo'ldi. Va keyin sahroda paydo bo'lganimni ko'rdim. Va yana bitta tipa qilishga majbur bo'ldim. Yana bitta qotish, hard draw, nimadir pastda yozuv. Men hali ham hayron edim ketdani ham va men oxiri daraxtni topib pullarni riskga qasib oldim. Hop, qazo bo'ldim.
Mana endi davom etamiz. Qaytib bordim va kirka yasadim. Yana ikkita mo'g'irlab ketishganini ko'ringlar taxtam. Va kirkani yasab, uni sehrladim. Sehrlash stoli ishlayotgan ekan. Vibe'dan keyin sehrlash stolini ishlatilgan qo'yishdi, oldin ishlamas. Va borib bosib ko'rsam, rostdan ham ishlayotgandi. Shuning uchun hamma o'rinni o'zimga sepdim-da. Razzorit olib kirkamiz sehrladim. İkinci sehrga effektivnostga, prochestikka va beilmaylar tushdi. Mayli, shukr qilamiz. Keyingi videoda bundan ham yaxshi bo'ladi. Hop, nima deyishim mumkin? Hammaga xayr deyman do'stlar. Sizlar bilan birgalikda men top bo'ldim. Keyingi videolargacha ko'rishgungacha xayr. Hammaga xayr, sizlar bilan birgalikda men top bo'ldim do'stlar. Top opисаниеda yoki kommentariyada bo'ladi. Hammaga xayr.